Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema bel uzish. Bel uzish. Mushu kunlarda nagili barmang, ikkining biridan belim og'riydi degan shikoyatlarni anglaysiz. Beliga tögü yo'ngidan yoki itning terisidan ishlagan beldamchi bog'lab yurganlar amanda. Biz bala chaqlarda helimi yodimda. Faqat cho'ng yoshdagilarning ba'zilarila bel og'rig'i to'g'risida gap qiladi. Hozir bo'lsa bu og'riq hatto yop-yosh balalardami ko'riladigan bo'lib qopti. Rost, bel og'riqining nurg'un turlari va sabablari bor. Uni hech kim inkor qila olmaydi. Masalan, ba'zilarning og'riqi börekdan, ba'zilarning umurtqiga tuz yig'ilgandan, ba'zilarning sovuq teggandan, yana birlarining jug'iga qaramay eg'ir yuk ko'targanligidan kelib chiqqan. Shuning uchunmi har qaysisiga o'z loyiqida yondashib davolash ishini yurgizish lozim. O'tmishda radikulitni belim chim bo'lib qopti deb chorasini osonlik qiladi. Ya'ni tuxum seriqiga tartiz yarmisini aralashtirib, uda 3 kun chaplaydi. Yana bir usuli uni hozirgi yoshlar bilmaydi. Cho'nglarning yodidan ko'tarilgan. Biz bola vaqtimizda beli chim bo'lib qolgan odam qattiqroq yerga dum yotqiziladi. Bu meningcha bo'lganda hozirgi massajning bir turi. Va barmoqlar bilan belning terisi tortib so'ziladi. Oxirida bemor o'rnidan turg'izilib, ikki qo'lini ko'targizib, alqonlarini beshining kayniga qo'yg'izadi. Ondan bel üzgücü usta bemorning kayniga o'tib, uning ikki jaynikini qo'shib, quchoqlab ko'tarib, 3-4 silkitdi. Shunda bel g'as qilib qoladi. Keyin bemor dam oladi. Og'riq birdamdan keyin besilib, bemor o'zini yenik his qiladi. Belini uda 3 kun o'xshash vaqtda uzgan yaxshi. Keyingi yillari ish yuzida bo'lgan yerlarimizda xalq tibobitida bor bu oddiy usulni ya aslayotgan yoki qo'llangan odamni ko'rmadim va anglamadim. Uningsiz og'riqning vaqti yetib, bemor og'irlashib ketadi. Ba'zilar bel chim bo'lib qolganda og'ir bir narsani ko'tarib, beshidan ortildirib tashlasa, chapsan saqaydi deb retsept beradi. Bu usulning naqadar yaxshi natija beradiganligini bilmayman. Meningcha bo'lganda bu usulni qo'llangan chog'da nihoyat ehtiyot qilish lozim. Chunki og'ir narsani tuyuqsiz ko'tarib, boshdan ortildirib tashlaganda ehtiyotsizlikdan bel umurtqisini qayrib olish yoki umurtqining daz ketishi ehtimol. Shunda qilib og'riqni texmo kuchaytirib olishingiz mumkin. Uningdan ko'ra doktorga murojaat qiling. Meningcha bo'lganda ikkinchi usulga nisbatan birinchi usul xatarsiz. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.